Chayqalayni tutamiz. Yosh bo'l. Hop. Ha, bor oldu. Bismillah. Mana do'stlar, Chayqalayga chiqib Salom. sayohatni davom ettiramiz. Siz bilan gaplashmoqchi edim. Mana Tushunmadim. pastlik. Haligi sizni sevib qolganman. Sizga uylanmoqchiman. Ko'rasizlarmi? Axir men ajrashganman. Mana Menga buni ahamiyati yo'q. Sizni baxtli qilaman, ishoning. Sizga ahamiyati bo'lmasa, Tong ota-onangizga qarab, Ular Chayqalay. hech qachon ajrashgan yo'lga uylanishingizga rozi bo'lishmaydi. Yana Bu nima deganing bolam? Nima qildi oyi? Ajrashgan ayollar baxtsiz bo'lishi kerakmi? Yoki faqat ikkinchi xotin bo'lib turish kerakmi ular? Ularni ham sevishga, sevinishga haqqi bor-ku, to'g'rimi? Oyi qayerga yozib qo'ygan? Uylanmagan yigit ajrashgan ayol bilan oila qurishi mumkin emas. Oyi. Bir ayol baxtli bo'lishga haqqi yo'qmi? non qo'yiladi. Sizga sovchi bo'lib kelgan. Bunda var o'tiribdi. Acha keldi pastida. Dambar görüyorsunuz. Mana halkım. Rasa tutkaziga keldim. Chayqalayda rasa tutga joyiga keldim mana. Manzarani qaranglar. Shuni bilan sevib qolaman. Ayolni o'tmishi uchun emas. Bugun hayotingizda borligi uchun sevish kerak.